Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, YouTube ishqibozlari, motoblog ishqibozlari. Mana xudo xolasa ertalabdan ishni boshladik. Mana shu yerda maydalashga keldik. Xudo xolasa haydab endi 170lik benzinligimizda yo'q beramiz hurmatli obunachilarimiz. Mana ocharimiz, mana temir balonimiz. Xudo xolasa qo'char ochadi. 192 miz xizmatda xudo xolasa. Yengil juvolinyapti sovg'in o'rni. Lekin sileta chuqurroq haydaladi xudo xolasa. O't sovg'in o'rni. Hovuzlari ham qolib ketyapti. Mana Qulpinoy ham pishdi, sotilyapti mahallamizda. Yo'ldashan akaniki 115 mingdan kilosi topshirilib kelinyapti ekan. Qulpinoy ekish kerak. Zo'r mana. Pishib yotibdi. Qulpinoy reklama YouTube'ga ketdi. 115 dan sotdingizmi? Ha, ketdi reklama. Voy, nasha so'zni ko'p ekan tagida, yo'lda cheka. Kasal tekkanmi? Issiqdan emasmi? Issiqdan emasmi? Menga qarang so'zlari. Ya urug'i ayniganmikan? Avval urug' yaxshi urug' edi. Haligida juni bor qandaydir. Ko'p ekan. Asl dehqonlar uyi, hurmatli obunachilarimiz. Mana sovusini ko'rdinglar, aytyapti. Ko'p ekan, urug'i yaxshi emas shekilli, yana bilmadim. Bo'lmasa bular dahshat qaraydi. Огородga. Hozir yengil yurilyapti. Hurmatli obunachilarimiz, xudo xolasa ikkinchi sletni yana ham chuqurroq haydaydi. Chiqsa chiqdi, chiqmasa 3-slet haydaladi. Xullas yerni tayyorlab beramiz. Mana shu yer 6 sotik bo'lish kerak. 6 sotik. O'tda oldin ham haydaganmiz. Ko'p haydaymiz. Endi mana bunaqa joylarga katta motoblog olib kelmasa bo'lmaydi. Mana bu ariqning ichini o'zi 20 santimetr matdan o'tib ketdi. Kichkina motoblog sal ko'molmay qoladi. Pichoq yetib bormaydi. Даже buni ham pichog'i birinchi sleti yetmayapti. Lekin sleti chuqurroq haydaganda o'yadi. Hozir o't bosgan, o'tini o'rib tashlaydi. Keyin mana sovisi bilan haydab tashladik. Haqiqatda yaxshi bo'lmagan ekan. Bunaqa dehqonchilik shunday. Hurmatli obunachilarimiz, ko'ringlar, mazza qilinglar. Savollar bo'lsa, nomerim bor YouTube kanalimda. Bemalol aloqaga chiqinglar. Qo'ldan kelgancha bilmagan narsalarni o'rgatamiz. Agar biz bilmasak, sizlar o'rgatinglar.
biz ham bilib olaylik. Yana motoblogning sirlari bo'lsa agar, yer hayda sirlari bo'lsa. Hammaga omad, ko'ringlar, mazza qilinglar. Like bosinglar, kommentariy yozinglar. Omad hammaga. Charchamanglar. Mana oxirida qulupnayni olib qo'ydik mana. Ertaga terar ekan. 115 mingdan kelasi. 115 mingdan topshirib kelishyapti. Omadini bersin. Zo'r. Havas qiladigan darajada zo'r qulupnoylar ham mana. G'ij-g'ij sovyapti. Omad hammaga.